15 yoshida u hamma narsasidan ayrildi, ammo qasos olishga va'da berdi va De Beers monopoliyasini sindirib, dunyoning brilliantlar qiroliga aylandi. Lev Levayev oddiy toshkentlik yigit. U o'zining ilk 1000 so'mini bolaligidayoq ishlab topgan. Qanday qilib deysizmi? Ukasi tug'ilgani haqidagi xushxabarni tanishlariga yetkazish uchun butun shaharni velosipedda aylanib chiqqan. Tadbirkorlik qoni unda bolalikdan bor edi. 71-yilda oila Isroilga ko'chib o'tishga majbur bo'ladi. Otasi yashirincha $1 million olmoslarni olib o'tadi. Biroq toshlar arzon qalbaki nusxa bo'ladi. Oila qashshoqlik yoqasida 15 yoshli Lev o'qishni tashlab, oddiy tosh siliqlovchi bo'lib ishga kiradi va o'ziga so'z beradi. U zargarlik olami akulalarni yanchib tashlaydi va u so'zining ustidan chiqdi. Noldan boshlab u butun dunyo bo'ylab olmoslarni naqd pulga sotib ola boshladi. Birinchilardan bo'lib lazer orqali tosh kesishni joriy qildi. Yoqutiston brilliantlarini o'z qo'liga oldi va ulkan ko'chmas mulk imperiyasini qurdi. Moskva City'dagi mashhur Afimol aynan uning loyihasi. Uning nomi shu qadar ulug'vorlashdiki, mashhur Tinder firibgari ayollarni millionlarga chuv tushirish uchun o'zini uning o'g'li qilib ko'rsatgan. Lekin haqiqiy Lev Levayev bu quruq dabdaba emas. Bu milliardlab dollarlar va toshkentlik yigitning po'lat irodasi. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslik uchun boshqaruv.uz ga obuna bo'lishni unutmang.